bunaqa futbolkalarni safarga kiyib ketasan deb sovg'a qilyapti. Shunday. Reklama xizmatlari bo'lsa, har qanday reklama xizmatlari, poligrafiya xizmatlari bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Ashuna qilib beradi endi. Orqalariga hozir. Bu futbolkamiz DTF pechat bo'lib, 100 marta yuvishga garantiya beramiz. Hozirgi kunda butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishimiz mumkin. Voy do'stlar. Do'stlar, biz hozir mana bunaqa rasmlarni akamiz tushirtirib, yo'lga safarga kiyib ketasan deb to'g'rimi? Shunday. Netik kelibdi bizga mehmonga Milliy brend reklama agentligidan mana shunday futbolkalarni yasab berdik. Hozirgi kunda biz O'zbekiston bo'ylab aksiya qilyapmiz. Har xil turdagi copybook, ruchka, bloknot va qolaversa vokal pechatlarni qilib berishimiz mumkin. Har qanday reklama turi va poligrafiyaga oid mahsulotlarni tayyorlab beramiz. Dedik, siz nasib qilsa safarda yaxshi yetib boring. Bo'lmasa qaytib kelganda ko'rishguncha. O'zlarimiz aytadilar. Agarda seni aqlingga biror bir fikr keldimi, yaratgan o'zidan o'zi bu fikrni seni miyangga bermaydi. Seni kuching yetadiki, bu narsani qilishga, shuning uchun senga bu fikrni bergan. O'zidan o'zi kelmaydi senga. Imkoni yo'q narsa fikringga kelmaydi. Nimaki fikringga keldi, demak hammasi imkoni bor. Atrofdagilaringga qarama. U imkoni yo'q deydigan odamlarni eshitma. Sen shunchaki mana shu qalbingdagi niyat bilan, aqlingga kelgan g'oya bilan faqat va faqat harakat qil. Imkonsiz narsani o'zi yo'q ekan aka. Aka o'xshabdimi? Qaysi qilishdasiz? Güzelmiş.